kelib o'zlaringiz ko'ringlar, shuni tursa va bizning eng katta plyusimiz bu zavod bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik qilayotganimiz. Shu gavdasiga shaharning ichidagi maksimaliy 6,5-7 litr rasxod qiladi. Chunki hozir kredit, foiz, nima deydi, bir bong yurib turgan paytda o'zi ham eng kami 29,9% aka. Lekin biza chiqarib beramiz, ana yarmini bersalar, qolganini 0% yillik o'zlarining nomlariga firma aralashuvisiz. Assalomu alaykum. Bizni kuzatishni boshlagan akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz, sizlar Ruslan o'z kanalida aziz do'stlar. Changan Buxoro avtosalonida yangi mashinalar kelibdi aziz do'stlar. Ichkaridan kirib ma'lumotni olishga harakat qilamiz. Narxi ham arzon deyapti. Endi arzon shumi demaysizlar, endi funksiyalariga nisbatan puli menimcha arzon deb o'ylayman. Yana ham kommentariy yozib qoldirasizlar. Agar noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, uzr so'rab qolaman barchalaringizdan. Xo'p, manzilda aytib o'tadigan bo'lsam, aziz do'stlar, Buxoro viloyati Gazli shosse ko'cha, mana yo'l ustida ko'rib turganlaringizdek, Xorazmdan kelishga, o'ng qo'lga, hop, Kia, Haval, Changan hammasi bir joyga, Cherry tomoni Qashqadaryodan kelishga, o'ng qo'lga. Hop, pastda telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Bemalol kelib, mashinalarni test drive qilib, hal qilib ketishlaringiz mumkin. Mana ana shu mashinalar to'g'risida hozir ma'lumot beramiz. Agar video qiziq bo'lsa, mashina qiziq bo'lsa, videoni o'tkazmasdan tomosha qilasizlar. Ma'lumotlarni to'liqroq qilishga harakat qilamiz. Qandaydir ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, ekranda qo'yilgan telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Xo'p, Changan Buxoro avtosalonida bo'lib turamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, hamma mana shu Changan brendini biladi, ko'pchilik taniydi. Bu brend endi Vlad Auto Cityda borligi bizga yana bitta plus beradi va bizning eng katta plyusimiz bu zavod bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik qilayotganimiz. O'zbekistonda endi shaxsan mana shu Changan brendimizni zavodi ochildi. Bu degani ertaga bu avtosalon yopilib ketmasligi, mana bu berilayotgan 5 yillik garantiyalar haqiqatan ham garantiya ekanligi, birorta zapchast kerak bo'lsa agar ertaga qanaqadir boshqa davlatdan zakaz qilib o'tirmasligingizga kafolat beradi. Lekin aka, zavod borligini eng katta plyusi aka mana bu narxida aka, 299 millionga mana bu crossoverni menimcha uncha salon qilib bera olmasa kerak. Hozir shunda qayerda, qaysi viloyatda chiqyapti bu mashina? Jizzaxda chiqyapti aka. Ha, Jizzaxda mana shu Kiyalar qayerda chiqyapti? Xuddi o'sha zavodning o'zidan chiqyapti bu mashinamiz. 299 million so'mdan boshlanadi. Mana bu bahaybat crossoverimizni bitta akasiga obzor qilib beraman. Bu yangi mashinalar kirib kelgan. Bu elektro emas. To'g'ri, shunday plus benzinga yurib beradi aka. Shu gavdasiga shaharning ichida aka maksimaliy 6,5-7 litr rasxod qiladi. Toshkentda akajon biznesga kiradi. Yandex taksilar biznesga kiradi, bemalol avtomashinada, chunki 360 gradus kamera deysizmi? Ichki kojalarini aytasizmi aka? Hamma narsa eng premium kачествоda ishlab chiqarilgan aka. Birma-bir tushuntirib beraman. Mashinaning ichiga kelsangiz aka, qarang, bu sideniyaning o'zi eko koja bo'ladi. Sideniya ham isiydi, ham soviydi aka. Monitorlarga e'tibor berasiz. Ham tabloda, ham mana yondagi monitorda ikkita monitor bo'ladi albatta. Besprovодной zaryadchik, bu narsalar yangilik emas, lekin bunaqa narx uchun bu yangilik aka. Shunday. 299 millionlik mana bunaqa katta crossover. Sizlar aytdingizlar, ana Sanet chiqdi, Sanetni to'r dedingizlar. Trekkerni jo'ska dedingizlar. Idealini chiqarib qo'ydik-ku aka, 299 million so'm mashinaning narxi boshlanishiga 50% ni bersalar, qolganini 3 yilga rassrochka qilib beramiz aka. Rassrochkaga 3 yilga aka. O'zlarining nomlariga chiqarib beramiz. Bu degani Gentrani olib kelib berasiz, crossoverni 3 yilga rassrochkaga olasiz aka. Mana shu Gentrani yarmini berib, qolganini avtokredit qilganingizda ham mana shuncha summa chiqadi aka, ishoning. Shunday. Chunki hozir kredit, foiz, nima deydi, bir bong yurib turgan paytda o'zi ham eng kami 29,9% aka. Lekin biza chiqarib beramiz, ana yarmini bersalar, qolganini 0% yillik o'zlarining nomlariga firma aralashuvisiz mashina o'zlarining nomlariga chiqadi aka. Bu mashinani men o'z sizga tushuntirib beraman. Ishoning, bu qanday qilib 299 millionga sotilyapti degan savollar sizni qiynashni boshlaydi aka. Shuni aytaman. Panorama lyuklari bor aka. Qarang. Orqa sideniyasini ochib beraman. Qancha kenglik kerak aka?
Hamma qulaylik bor. Bemalol danli yo'lga mana shunday boshini qo'yib ketaverasiz. Bu sideniya 3 xil rejimda harakatlanadi. Ya'ni xohlang yotqizasiz, xohlang o'rtaroq, xohlang butunlay tik turadi. O'zingiz xohlasangiz sideniyani qizish sovutishni o'zingiz bosib turasiz. Orqalarigacha qiziydi aka. USB kabellarigacha bu. Konditsionerlargacha bu. Mana orqa tomondan ko'rinishi. Orqa tomondan ko'rinishiga e'tibor beringlar. Ana minus bilaman, minus qidirish kerak mashinadan. Har bitta mashinadan ham minus qidirish kerak. Masalan, ana sanitimizni ham nechta odam oldi. Ko'p sotilyapti masalan, chunki hamyon bo'lib narxda chiqdi. Lekin bu 2 baravarmi? Ikkita sanitni beryapti-ku, gavdasi aka. Masalanda. Endi ana minus qidirish uchun nima deymiz? Orqa sideniyalari keng. Oldin sideniyani ko'rdingizlar qanchalik komfortligini. Bagaj shunchalik keng bo'lsa, narx 299 million bo'lsa, 3 yilga rassrochkaga berayotgan bo'lsak, zavod bo'lsa, yana nima kerak? Yana nima beradi? Endi lekin men bu gapni to'g'risi aytaman, maksimum 1 oy aka. Bu brendlarimiz yangi kelgan, hozir yangi imkoniyatlarni ochib qo'yganmiz aka. Shunday. 1 oydan keyin bilasizlar, nima qilamiz biz? Talab oshgandan keyin bizning takliflarimiz конечно tushib ketadi. Keyin o'zi avtokreditga bergimiz keladi. Shu uchun nima demoqchimiz? Kelib tezroq rassrochkaga xarid qilib qo'linglar. Nalitchiga bor, kelasiz 1 kunga chiqadi chunki zavod bor. Agar zavod bo'lmasa edi, biz sizni aldardik, 1 hafta, 2 haftada mashinani cho'zib berardik. Zavodimiz bormi, 1 kunda nomimizga chiqarib beramiz rassrochkaga. Endi qarang, bu mashinani shuncha funksiyalari bilan yana 1 kunga, yana rassrochkaga, yana narxlarini kelishtirib aka chiqarib beryapmiz. Lekin boshqa viloyatdan keladigan bo'lsalar, mana bunaqa orqami, oldimni tonirovka, poliglarni ham aka bonus qilib beriladi. Agar boshqa viloyatdan kelib 1 kunda chiqarib bera olmasak, u yog'iga o'zi tamom sizga gostinitsa hamma qulayliklarni qilib beramiz aka o'zimiz. Gostinitsa umuman problema bo'lmaydi. Baribir 1 kunga chiqarib berishimiz aniq aka. Agar kunga chiqarib beradi. Shunaqa. Obeddan keyin kelmasalar agar 1 kunda chiqarib beramiz. Shunday. Obedgacha kelishlari kerak. Bu hali CS55 Plus mashinamiz edi aka. Bu mashinamizning 3 xil pozitsiyasi bo'ladi. Motorga keladigan bo'lsak, 1.5 turbina motor bo'ladi. 1.5 turbina motorli sedanlar bilan ham kerak bo'lsa qo'yib berishimiz mumkin aka. Chunki sport rejimlari bor. Любой crossoverni yaxshi olar ekan aka. O'zimiz ham syomkaga chiqqanimizda gazini bosib ko'rdik, normal aka yurib beradi. 299 milliondan boshlanadi. Eng full pozitsiyasi ham 339 milliongacha. Rassrochkalari bor aka. Любой pozitsiyani yarmini beradilar, qolganini rassrochkaga chiqarib beramiz. Malades. Eng kam boshlanish to'lov ish haqqi bilan 20-30% larini bersalar ham bo'ladi. Mana Sparkni berib ham buni olib ketsalar bo'ladi masalan. Shunday. Shunaqa. Yana bitta aka bitta bahaybat mashinamiz kelgan, Unica degan. Bu mashinamiz CS55 dan farqi aka 1.5 turbina bo'lsa, bu 2 turbina. Keyin bu mashina aka biznes klass mashina. Ходовой Merce'niki Comfort Merce'dan ham o'tadi. Ichki dizaynlarini o'zi ko'rsataman. 1/1 aka 360 gradusli kamera bunda ham bor edi. Bunda aka 480 gradus bo'ladi. Pastlarigacha 540 gradusgacha olib beradi aka. Toshim dahshat mashinalar ketdilar. 21 saka diskalar aka. Zavodskoy bu. Biz saka diska uchun pul olmaymiz. Rangi uchun lishni to'lov qilmaysiz. Bizda unaqa narsalar yo'q aka. Yangi brend kelgan, bu mashinani bitta obzor qilib beramiz aka. BC pravasi borlar, ko'rmanglar buni. Bu alohida siz borib aeroportga o'qishingiz kerak, чтобы samolyotni upravlat qilib biladigan odamlar uchun bu mashina. Bu tomondan kelaman. Aha. Ochavering. Kalit qayerda bunda? Hop, ochavering. Kalitini topib beringlar. Mana ko'rib turganlaringizni. Lekin haqiqatdan dahshat mashinaga orqa tomondan ko'rsataveraymi? Bu ham benzinli, ha, Dilmur aka? Albatta. Bu mashinamiz ham benzin bilan yuradi. 2 turbina aytibdi. Ochildimi? Chalqishyapti buni. Aka qarang. Yo'q. Bu mashinamiz ichiga o'tiramiz aka. Bu mashina Eco Sport normal rejimlari, oldin balon ham, orqa balon ham tortadi aka. Sony hamma joyda Sony display qo'yilgan. Magnitofonlari mana eshikni yonlarida ham bor. Keyin telefoningizni по-любому ulaysiz mashinaga, to'g'rimi? Telefon ulagandan keyin gaplashayotganingizda aka, ovoz bu tomondan keling, ko'rsatamiz. Hozir.
aka lekin haybatini ko'ryapsiz a bu boshqacha mashina juda ham katta mashinamiz. Sony displeylari hattoki xuddi telefondan gaplashib albatta xuddi yoningizda gaplashib ketayotganda bo'lasiz. 12 voltlargacha bor, hamma qulayliklarga ega mashina aka. Nima xohlaysiz, hamma narsa bor. Aytganimdek, BC pravasi borlarga bu berilmaydi, tavsiya etilmaydi. Oldin aeroportga borasiz, samolyotni boshqaradigan bo'lib, keyin kelib mana mashinani olsangiz agar tezlik deysizmi, komfort deysizmi aka? Mercedes bu. Gapimga javob beraman. Bunga e'tibor bering. Birorta mashinada ko'rganmisiz? Shu mana bu yopilganda kondisioner ishlaydi aka. Mashina yopiq holatda kondisioner havosi bundan o'tadi va bundan tepaga ketganda mana bu yoqdan ham hattoki kondisionerlari sizga sovuqlik berib turadi. Buncha komfortga ega avtomashina aka. Bizani Chang'an Buxoro avtosalonida, Vlad Avto City'da ko'pchilik Qashqadaryolik butun 12 ta viloyat ham biladi. Bu qayerda joylashganini aka kelib ko'rishlaringiz mumkin. Zavod bilan muhimi to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik qilamiz. Hech qanaqa lishni ustiga pul qo'yilmagan. Zavod narxida sotib beramiz aka. Nima kengaygan orqasi? 409 milliondan boshlanadi, 489 milliongacha. Aka, ishoning 489 million so'mlik mashinalarni konkurentlarni shunday qo'yib men gapirganlarim keladi-da. Kelib o'zlaringiz ko'ringlar, shuni 489 millionlik mashinalarni qo'yasizlar, birma-bir har bittasini ko'rib chiqinglar, eng qulayini xarid qilasizlar. Lekin aka, bunaqa dizayn, bunaqa komfortga ega 489 million so'mlik mashina menimcha birorta avtosalonda yo'q. Men aytaman sizlarga, hali o'zlaringiz ham e'tibor berib, yaxshilab mana shu videoni saqlanib qilib qo'yinglar. 3 oydan keyin ko'rasizlar, bu narx bu avtosalonda bo'lmaydi. Bunaqa rassrochka qulayliklar bo'lmaydi aka. Shuni so'ragan. 12 ta viloyatdan ham kesinlar aka, bir kunda nomlariga chiqarib beramiz. Faqat buxoroliklar uchun yo'nima emas. O'zbekiston fuqarosi bo'lsalar, ish haqi talab qilinmaydi. Birinchi aytadigan gapim. Ikkinchisi aka, Cobalt bo'ladimi, Nexia 3 bo'ladimi, Gentra bo'ladimi, olib kelsinlar aka, CS55 ni bemalol 50% gacha yetadi pullar. Cobaltni bersalar o'sha 130 million, 120 million bo'ladi aka. Gentrani bersalar 150, 160 million so'mgacha xarid qilib olaveramiz aka. Zo'r mashinalar keldi. Aka 299 million, 150% bo'ladi, 150 million. Bersinlar, qolganini rassrochka qilib beramiz aka. 2 yil, 3 yilgacha rassrochka bo'ladi, o'zlarining nomlarida bo'ladi. Penya bo'lmaydi. Yana nima kerak? Halol narsa ham o'z nomimizga. Bu mashinaga ham aka hamma shart-sharoitlarni qilib beramiz aka. Mashinani xarid qilganlardan keyin tonirovka deyilami, polik deyilami, aka bitta maza qiladigani mashina o'zi qulib turibdi. Bunday qilganingizda mashina o'zi shuni aytaman. Bu boshqa komfort aka. Bu boshqa dunyo o'zi. Bunaqa mashinada endi bo'lish kerak, bunaqa slipoy zonalar, 360 gradus kameralar aka. Bitta kelib haydab ko'rib, test drive qilib, besplatni hammasini komfortini his qilib ketishlariga arziydi aka. Dahshat mashina ekan, o'g'irlangan. Keyin aytib o'tmoqchiman, shu bu o'zlaringizni shaharlaringizdan qidirib o'tirmanglar. Bu faqatgina Buxoroda ochildi, birinchi bo'lib ochdik aka. Kelib, mana bemalol bunaqa brend, chunki hali yo'q. Bordir gibrid boshqalar, lekin bunaqa narxdagi, bunaqa benzinda yuradigan, bunaqa crossoverlar birorta joyda yo'q. Buxoroga biletni olasizlar, kelasizlar, bir kunga ishlaringizni hallab beramiz. Agar hallab bera olmasak, Buxoroni maza qilib aylanganlaringiz qoladi, gostinitsa tekinga tushadi aka. Kelib ko'rishlaringizni tavsiya qilamiz. Manimcha yetadi, agar qaysi ma'lumotlar qiziq bo'lsa. Albatta, bu mashinalarimiz yangi, albatta hammaga qiziqarli bo'ladi. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. CS55+ yoki Unica deb yozib qolsalaringiz agar, biz sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Pastdagi telefon raqamlarga bemalol uyalmasdan telefon qilaveringlar. Xohlasalaringiz Telegramdan ham yozishlaringiz mumkin. Yana kimga grafiklar kerak, 50% to'lab qolgani qanchadan tushadi rassrochkaga, kimga qiziq bo'lsa agar bizga qo'ng'iroq qilib bemalol bilib qo'ysalaringiz bo'ladi. Sparkingiz bormi, boshqa Nexia 2 mi, Nexia 3 mi, Cobaltmi, Gentrami olib kelinglar. Telefon qilib hattoki yilini aytib ham narxini bilib olsalaringiz bo'ladi. Barchalaringizni Chang'an Buxoroda kutib qolamiz. Ulgurib qolinglar, rassrochka doim bo'lavermaydi. Bunaqa narxdagi mashinalar menimcha shu videoni qo'yishimiz bilan ham sotilib ketishi mumkin aka. Shu uchun ulgurishlaringizni tavsiya qilaman.